Assalomu alaykum. Bugungi videomizda yangi bitta dasturimiz bor, Tekken versiyasi. Bu dasturni hozir sizlar bilan ishlatib ko'ramiz va guruhga odam qo'shib ko'ramiz. Birinchi o'rinda biz mana dasturimizga kirib oldik. Hop, bunda aytib o'taman, ham telefon versiyasi, ham kompyuter versiyasi bor. Ikkalasi ham ishlaydi. Raqam ulab ko'ramiz. Faol oldinlangandi bu raqam. Endi ulandi. To'g'ri. 4-chi bo'lim bu odam yig'ish. Jami bitta qo'shildi deb keldi. Mana dasturimiz ishladi. Bitta qo'shdi hozircha. Yana qo'shdi. Lekin buni spam bermaslikka to'g'risi garantiya yo'q. Qo'shildi deyapti jami, lekin borib eshitdi. Bo'ldi. Degan shu degan o'zi 10 ta qo'shish kerak edi. Akkauntdan boyam odam qo'shganim uchun test qilib ko'rdim dasturni. O'shaning hisobiga ham sal odam kamroq qo'shildi. Spamlarni tekshirib ko'ramiz. Kirdi mana. Ehtimol spam bo'ladi bunda. Dasturni yangi kanal ochib tashlab qo'yaman. O'tib qo'yasizlar. Bobulga charchamaydi.